Assalomu alaykum, hurmatli Shams Metal Mebel ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar. Navbatdagi zakazlarimiz parta stullar bo'ldi. O'quv markaziga qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab berdik. Qolganlari ham tayyor bo'lyapti. 40 komplet zakaz berishgandi. Kimga shunaqangi baquvvat. Tepalarni ham boltga qilib berganmiz. Baribir o'quvchilar hali esli bolalar bo'lmaydi. Ko'proq xizmat qilish uchun chiroyli qilib oldilarini ham tepalarni ham boltga qilib kromkalarni PVX kromka berganmiz. Plastmassali hali dazmollar uchun bosilgan emas. Xudo xolasa hammasi chiroyli. Kraskalarni parashkoy kraska qilib berdik. O'tirish stullarini mягкий stul qilib, yozda ham terlatmaydigan, qishda ham muzdek bo'lmaydigan materiallardan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqangi sifatli baquvvat stullar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsa, qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib, boshqa rasvetkalar ham bor. Qanaqangi yana o'zlaringga ma'qul keladigan ranglarni tanlab aytsalar, o'shanga qarab chiroyli qilib chiqarib beraveramiz.